Bıçak var mı? Bıçak yiyin gerek. Ya hayır, bizi anlayın ya tavuk bizini koymak yapıyor. Çakılar o, farkı gerek de kalıksın. Bağı çakına koyma. Ya bat tabii. Ya ben şu gerek değil. Bıçaklar ile. Gel hizmet edin lan sizler bıçaklar ile. Ya gel. Bıçak var. Ya kesmeci gitsin ya bu. Bak. Kendine de dur. 15 falan şatıp getiremem mi oğlum? Böyle peşin geleyim mi dedi. 25 Canlı emeklere 22 yakın şatıp getiredi ulan. Az müzik ama sucuk bıçakları da bölelim onu. Sen bir sistem bana verirsin. Ya kaya bu buranın ağzına kanı buraya yemeğim mi? Doğru gelir mi? Ne oldu? Yeter de okşuk. Hadi dur ne? Vay. Bibi. Kararan ne? Hatırlayarak durmayın. O. Konak gelecek bu arada. Ay şimdi ya canın rakımını. Hey, bıçak amekken bul. Geldi. Şamı ya. Beraber ondan şey. Orkas hep beraber. Ya skor. Yengeler mi yağlı ekonomikten yanar. 2 bölüm var. Yarın yağıyor. Kiberik. Baba. Hey küçük kaşayma mı azıcık? Pürüt. Uçum muydu bu lan? Uçum muydu? Uçum valla bu ne? Buraya kurtarma işi ona mı?
Assalamu aleyküm. Ularning zürriyatdan bulmuş yoldaş ekemler, Emin Boy, Rahim Boylar, Nurettin Kollar ailesidagi katta tantanaga xush kelibsiz deymiz. Assalomu alaykum. Adlarimizdagi noz ne'mat bunyodkorlari bo'lgan elimizning aziz bunyodkorlari, aziz va hurmatli kamqo'shchi dehqonlar, kasbidan barakat topgan og'aylar. Assalomu alaykum. Elim, baxtim, vatanimda ilishini to'ylarni arzu armon qiluvchi elimizga rahbarlik qilib kelayotgan kasbidan barakat topgan aziz hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum. Har bir oilamizning baxtli iqboli bo'lgan farzandlarimizning yaxshi kunlarini ilishini fayzli oqshomlarini hamisha arzu armon qiluvchi har bir oilaning baxti bo'lgan munis va muhtarama onaxonlar. Ana shunday bir oilada to'yki, bu to'ylarga minib kelayotgan aziz qo'shaloq to'yki. Erta indin respublikamizda mustaqillik bayramini nishonlash hamma to'y taraddudi bilan ishga kirishayotgan bir paytda yozin qishin qilingan halol mehnatni sarhisob qiladigan ajoyib bir damda ana shu oilada qo'shadan to'y bo'layotir. Ana shu singillarimizni, ana shu ukalarimizni baxtli oqshomi bilan sizlar nomimizdan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Hurmatli aziz mehmonlar, sizlarni dasturxonga taklif qilish uchun hamda ana shu oiladagi buyuk to'y sababchilari bo'lmuş kelin bilan kuyovlarga uzoq umr, baxt, saodat tilash uchun yo'ldosh akamning shunday fayzli oqshomi bilan qutlash uchun mana deraversin bechora Anbar onamizni ham bir yodga olish uchun buyuk to'yimizni ochib berishni elimizning katta oqsoqollaridan mana Yaqub akamdan iltimos qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi Jumaniyan Doktor ailesine yığılgan yaru birodar do'stlar. Mana bugungi kun hammadan ma'lum yo'ldosh, Emin Boy hammalari yugurib yo'rtib, o'g'li bo'lsa uylantirish, qizi bo'lsa chiqarish, kelin olish, shuni ishlar bilan mashg'ul ekan. Ana bugun shu etilgan mehnatlar evaziga yine ikki qo'shaloq kelin tushdi. Bu kelinlar shu xonadonga baxt saodat olib kelgan bo'lsin. Uzoq umr, serfarzand, hamma bu yo'ldosh va og'aylari boshqa shu asilga bo'lishi hamma odamlarga ularning xizmati buyursin. Ularda neki ko'ngillarida yaxshi niyatlari bo'lsa, ular o'rniqagan ishlari bo'lsa, ildagi kelayotgan shu to'y marosimi bundan keyin hammalari shu ko'ngildagi maqsadlarini erishsin. Bu xalqimizga hayolli bo'lsin, ibilli cibilli olsun, qo'shqani bilan qo'sha qarshısin. Hammaning uyida shunday to'y bo'lsin, shu to'ya shu o'rtoqlar hammasi taklif qilinganda sog' salomat bir oila olsun.
az mı köp mü, büyün mü, eten mi? Bir çakalak olandan şu oturgan devre bilen birlikte varırsak güzel bir mutlu havalar edi. Çünkü ona bu da kalarsa getirer. Bu kelin şu üye bak saadet getirsin yoldaş başka hem neye hizmeti buyursun rahmet. Cep taraflar, hürmetli mehmonlar, bosh ustiga keling aziz mehmonim. Mehmonga ochiqdir keng dasturxonim, mehmon bilan elim obod, mehmon bilan to'yim obod degan ichkilardan kalan ajoyib so'zlar. Ana shunga monand ravishda mana ortimizda ana shu o'tirganlar oilasi tomonidan bo'lgan bugun sizlarning oldingizda tortilgan non-ne'matlardan tamaddi qilib, mana o'zining rabob kuyib qo'shiqlari bilan viloyatimizga emas, butun respublikamizga ovozasi ketgan hurmatli san'atkorlarimizdan biri Kamoljon Safarboyev boshchiligidagi bir guruh san'atkorlar tashrif buyurgan. Ana shu do'stimizni kuy va qo'shiqlaridan, qilas ashulalardan, o'zbek milliy Xorazm maqom yo'llaridan ijro qiluvchi ajoyib ashulalarni eshitib, borga o'tirishlarimizdan iltimos qilamiz. Marhamat navbat san'atkorlardan Usol qo'shig'ini bitganda qaram xonanda kuylasin sadoqat vafoni, do'st va qadrdonlar bo'lib bu oqshom nikoh kechamizning aziz mehmoni. Marhamat.
Sen bu benden gezer, cendemi berdiz bu meşrep, göz vücudidin haber, bir nazar kılsan ki rahat, hapsi canı tanımay canı. Merdum azari bulmak, olma Hudanın düşmanı, asmana yetse başını kılmak olmayı. Atayın ağzıyla savun bağım, olmaz seni. olmaz seni. Sen bu yolda desbana zor bazın birleysen otuz yürüyüşmeyi Osman'dan düşerse kılsa hakkınca dua bulmaz seni.